Hörmətli görürmənlər və Erkin Asiya Radyosu Uyğur bölümünün anlayışları. Biz hazır Bosniyanın Sarayevo şəhərdə işləb atqan Dünya Uyğur Qurultayı 8 növbətlik Umum Vəkillər Qurultayı və Bosniya irqi qırğınçılığının Uyğur irqi qırğınçılığına nəzər, həm də bu irqi qırğınçılıqlardan ilinməgan savaqlar haqqındakı yığınlarının içiliş murasimi turuyatımız. Bu yığın 24 oktyabrdan 29 oktyabrgacha davom qiladi. Bu yığında aldı bilan Uyğur irqi qirg'inchiligi bilan Bosniya irqi qirg'inchiligidagi ba'zi munosabatlar, o'xshashliklar va farqlar haqida mulohazalar olib berildi. Hamda xalqaro jamoatning, xalqaro jamiyatning, xalqaro tashkilotlarning bu irqi qirg'inchiliklarning oldini olishda o'tkazgan, sodir qilgan xatoliklarga qarab chiqildi. Hamda bu yig'inning oxirida Dunyo Uyg'ur Qurultiyi 8 navbatlik umumiy saylam bo'lib o'tadi. Bu saylamda Dunyo Uyg'ur Qurultiyining yangi prezidenti va muavin prezidentlari saylab chiqildi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Naqdayli Ashadka yig'inning oliy maslahatchisi bo'lish sufti bilan sizlar bu yig'in orqali nima maqsadni qo'lga keltirmoqchi, ham sizlarga tahdid qilayotgan ba'zi davlatlarga qanday bir uchurni bermoqchi? Endi bu yig'in 8 navbatlik Dunyo Qurultiyining umumiy yig'ini birinchidan mana atganlik programda hozir bizning vatanimizda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va Xitoy hukumatining kelib berayotgan insoniyat qarshi jinoyatni yana muzokara qilib, hozir 7 yil bo'ldi to'xtamayotdi. Shuni qanday to'xtatish, uning chora tadbirlari qanday, bularni muzokara qilish bilan boshlandi. Bir kun shunday muzokaralar bo'ldi. Uningdan keyin Uyg'urlikka shanba kuni Dunyo Qurultayiniki 8 navbatlik yangi rahbarlik heyetini saylab chiqmoqchi. Bu rahbarlik heyetlarmi endi hozirgi o'zini nomzod ko'rsatganlar buni qaraganda yoshlarni aytacak. Bu Dunyo Qurultayiniki bir nishonti. Yoshlarni, ya'ni yangi sabtashlarni akirib, shunlashqa bu Dunyo Qurultayiniki yangi rahbarlardan Dunyo Qurultayiniga texnik kuchlanib, bizningki shu Uyg'ur millatimizga vakolatan shu muhojiratda da'voning ishlarini texnik kuchlantirib, hammadan muhimi irqiy qirg'inchilikni qanday qilib haqiqatda to'xtatish. Rahmat, endi bu qurultayda qarsak bir necha vakillar o'zining nomzodlik ko'rsatibdi. Ularmi balkim bayqi delegatsiya a'zolarininki, vakillarninki qo'llashiga erishsa, cho'qim yaxshi bir ovozlarga erishsa, rais bo'lib saylandi deb o'ylaymiz. Endi shu yangi davr rahbarlardan sizning kutganlaringiz nima? Siz sobiq bir Dunyo Uyg'ur Qurultayining qurg'uvchilari, shunday ham sobiq rais bo'lib sifati bilan yangi saylanadigan ham saylamga tushgan shu vakillardan kutadigan qanday umidlaringiz bor? Bu qatim Dunyo Uyg'ur Qurultayida yana bir boshlang'ich bo'ldi, chunki burungi 7 navbatlik, 6 navbatlik qurultayda xizmat qilgan bir qism peshqadam rahbarlarimiz bu qatim o'zini ikkinchi safga chekindi. Bu qatim bir qism peshqadam inqilobchilarimiz bilan yosh yetishgan siyosatchilarimiz, faoliyatchilarimiz o'zini Dunyo Qurultayining raisligini tortib har qaysi komitetlargacha vazifa ko'rsatdi. Bence 8. növbetlik qurultay bundan burungi besip ötken yollarını, besip ötken musafirlardaki tecrübe savaklarını tekimi yekillep, tekimi muvaffakiyetlik aldığımız 3 yılın içinde Dünya Qurultayının tekimi güçlük bir derece götürdüğünlüğüne arzu kılımın ve işinimem. Benim ümidim şu. Çünkü yaş, kabiliyetlik, bir kançlılarını bildiğin, halkara münasebetleri yetişken, yıllardan bu yan Dünya Qurultayının halkaradaki faaliyetlerde aktif rol oynap, Dunyo Qurultayini yaxshi tushungan va xalqaroni yaxshi tushungan, Uyg'ur davosining xalqarodagi obrazni yaxshi tamsil qila oladigan rahbarlarimiz buning kandidat bo'ldi. Shuning men ulardan hozirgacha bo'lgan tajribalarni yaxshi yakunlash bilan birga oldimizda Dunyo Qurultayini texmi bir qancha qallampay yuqoriga ko'tarishni orzu qilaman va buning ishini Rahmat sizga oxirgi savol hamda bu yig'inninki bosh oxirida Xitoydan kelayotgan har xil tahdidlarning bo'layotganligi haqida bayonot e'lon qildinglar. Ham tunugin chiqargan ba'zi uchurlaringlarga qaragan vaqtida Xitoyning ba'zi agentlari, ba'zi jasuslari sizlarning shu mehmonxonagacha kelganligini dedinglar. Bu uchurlarni olgandan keyin yana sizlar qanday o'yda bo'ldinglar? Ham bu yig'in Xitoyningki kutgandek natijaga Necisiz bo'lamdi yoki sizlar Xitoyning kutganining aksicha Xitoyga qanday bir uchurni, mesajni bermoqchi? Albatta Xitoy yuqorim deb o'tdik, bu qurultayni suv tushirish uchun har turli hujumlarni qilib keldi. Balkim oldimiz kunlarda yana qilishi mumkin, ammo bizmi
Bosna Herzegovina'nın hükümetleri bilen bulup mu bexatarlik orunlarıyla yaxşı bir alaka kurduk. Bu devletinin bexatarlik organları mı yüzünün bir demokratik hukuk devleti bolğandan ibaret bu rolünü jari kıldırış için bütün gücü bilen bizning bexatarligimizga, vekillerimizin bexatarligiga ciddi ahamiyet berdi. Bu yerda Germaniya olsun, Amerika olsun, yani bir kısım devletlerinin bu yerdagi elçixonaları olsun, bizning bu hareketimizga ciddi diqqat qo'ydi qurultayimizga ve ulamı biz bilan ko'rish orqali qanday qiyinchiliklarga yo'l qo'yayotganligimizni anglab, ulamı qo'ldan kelgan yordamni berishga tirishayotdi. Endi aldığımız günlerde bence Xitoy yana hareketini to'xtatmasligi mumkin. Ama ben şunun işini muvaffaqiyatli bir qurultay buldu. Çünkü bugün bana açılışını resmi başlab aldık. Ben Xitoyning bu urinishlarının neticesiz ahırlaşıdığanlığa en ahırda yukarı dep ötkenlikte Uygur demokrasiyasi dünya demokrasiyasının bir partisi olan bu Uygur demokrasiyasi g'alb bilen özünün programlarını tamamlaydı. Hem de Payat Muhammedi Efendi'den sorup baksak, bu kıtımkı bu yığın ne? Bosniya'nınki Sarajevo şehirde, yani Uygurlardan, dünyadaki Uygurlar düşünüşteki Irak olan bir şehirde ötküzüşünlardaki sebep ne mi? Bunun asaslık sebebi şu. Mesela sizge malum olsa gerek. Bunun yani 29 yıl burun, yani 1995 yıl 7. ayda bu Bosniya'nınki Srebrenica rayonunda bir irqiy qirg'inchilik yuz bergan ve 5 günün içinde bu 8 mingdan ortiq Boşnak xalqi qirib tashlangan ve bu keyin bu loyihadagi jinoiy ishlar soti, ya'ni Birleşken Devletler Teşkilatı tarafidan tasdiqlangan jinoiy ishlar soti tarafidan bu muayyonlashtirilgan, dalillangan bu xil qirg'inchilik ve bu xil qirg'inchilikqa bevosita sababchi bo'lgan, uning qo'mondonlik qilgan Rizvon Qarazish boshchiligidagi bir turkum Sirp bu faşist liderler muddatsiz ve muddat qamoqsiz qoldirib qo'ygan. Uningdan keyin bu yil 5. ayda Birleşken Devletler Teşkilatı şu her yılı 7. ayının 11. gününe Srebrenica irqiy qirg'inchilik xotir kuni deb bekitgan ve tunji qatim bu yil bu xotir kuni bu Srebrenica rayonida xotirlandi ve bununla Dünya Uygur Kurultayı'nınki aynı vaqtdagi reis Dolqun Aysa başçılığındaki bir heyet kelib bununla qatnaşdı. Demek 1995 yılı irqiy qirg'inchilik uchirgan bu Boşnak xalqi bilan növbette Xitoyning ciddi irqiy qirg'inchilik uchirayotgan Uyg'ur xalqininki taqdiri o'xshab ketdi. Biz o'rtaq bir taqdirga ega. Yani Ikkinchi dunyo urushidan keyin bu va'da qilingan hamda asla takrorlanmaydi degan bu irqiy qirg'inchilik tunji bo'lib 95 yili bu dal mishada Bosniyaning Srebrenica rayonida yuz berdi. Uning 2017 yili yana Sharq Turkistonda hamda asla takrorlanmaydi degan bu ceza lagerleri oturgu çıktı, aşkarlandı ve kendilerinde tutkun ve irqiy qirg'inchilik oturgu çıktı. Bunda bir şarayette biz bu qatimqi qurultayimizni Bosniyada, yani Ikkinchi dunyo urushidan keyin tunji qatim irqiy qirg'inchilik yuz bergan bir davlatda buni o'tkazishimiz maqsad mı? Yani irqiy qirg'inchilik duchor bo'layotgan Uyg'ur xalqi bilan ayni vaqtida irqiy qirg'inchilik uchirgan Boshnak xalqininki o'rtaq taqdirini o'zaro paylashish ve dünyaya egerçende bu irqiy qirg'inchilikqa bevosita javobgarligi bo'lgan faşist diktator mustabid kuchlarga qarata ciddi bu jazolash, cheklash, ciddi jazo tadbirlarini qo'llanmaganda, ularning jinoiy javobgarligini surishtirmaganda bu xil qirg'inchilikninki boshqa bu faşist diktator mustabid davlatlarga kengaydiganligi ve ayni vaqtida xalqaro jamoatchilikninki dunyo xalqiga bergan hamda asla takrorlanmaydi degan va'dasininki bir yerde bu quruq gap olinib qolganligi ve bunun keyin bunun davomli takrorlanib qolganligi haqida dunyoga bir mesaj yurish, dunyoni bu jihatda ogohlantirish uchun bu Bosniyada bu yig'inni etishni qaror qildik. Demek bizningki asosiy bu yig'inni bu yerda o'rlashtirishimizningki asosiy maqsadimi, ya'ni Bosniya qirg'inchiligidan Uyg'ur qirg'inchiligini yana dunyo kun tartibiga qaytib bir akilish ve bu orqali xalqaro jamoatchilikka bir signal berish. Hürmetli görmenler, bayan biz körüp ötkenimizdek Dünya Uygur Kurultayı'nın 8. nöbetlik vekiller kurultayı ve Bosniya irqiy qirg'inchiligidan Uygur irqiy qirg'inchiligiga nazar namlıq yığınның içiliş murasimi bugün içilip, neticelik içilip tamamlangan oldu. Bu yığın jaryanida Dünya Uygur Kurultayı'nın 20 yıllıkıga bag'ishlangan
film ko'rsatildi. Dunyoning har qaysi joylaridan kelgan vakillar va 8 navbatlik qurultay qatnashadigan delegatsiyalarga ularga bir guvohnoma taqdirlab, ularning qasam berish murosimi bo'lib o'tdi. Shuning bilan bu qitimliq yig'in, ya'ni ochilish murosimi natijali tamomlandi. Diqqat berganingizga rahmat.